Uyim shaharda bo'lsin, o'qish, ishga qiynalmaylik, bizni yo'qlab keluvchilar ham bitada topa olsinlar degan niyat bormi? Bilasiz, jigar, ichingizdagini topib, shunga mosini tavsiya qilamiz. Shu tilakka 200% mos keluvchi taklifimiz bor. Shu ko'rinib turgan 5 qavatli binoning 1-qavatida sotiladigan kvartira bor ekan. 2 xona 3 xonaga aylantirilgan, yashashga tayyor holatda. Remontlari ham chakki emas. Jihozlashda hamma narsaga hisobga olingan, pollari parket bo'lgan ekan. Verandasi ostidagi podvali ham bor. Bunisiga nima deysiz? Kommunalkalarda muammosi yo'q deyishdi. Isitish kotel otopleniya orqali amalga oshirilar ekan. Oldi qismidagi zeloni zonasi ham sizning ixtiyoringizga o'tar ekan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, kvartira shu holicha ko'rib turgan barcha narsangiz bilan birga sotiladigan bo'lyapti. Biz narxi yashirib sizni yana ovora qilib o'tirmaymiz. Borini boricha yetkazib qo'yamiz. Uy egalari tepada aytganimizdek, hamma narsalari bilan bu joyga 52 ming baho aytishdi. Telefonlari shu ekranda turgan raqamlar. Albatta bog'laning. Manzil Farg'ona shahri Burxoniddin Marg'iloniy ko'chasi 24-uy, 21-kvartira. Xo'sh, bu taklifga qanday fikrlaringiz bor? Video ostida yozib qoldiring. Agar bu joy haqida siz ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz, qolgan olmoqchi bo'lganlar uchun ham yaxshigina tavsiya va maslahat bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Uni ko'proq insonlarga yetib borish uchun yaqinlaringizga ham ulashib, o'z hissangizni qo'shib qo'ying.